chorvador akalarimiz uchun foydali video bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli chorvador akalarimiz. Bitta molingiz bo'ladimi, bitta qo'yingiz bo'ladimi, 100 ta qo'yingiz bo'ladimi, qizig'i yo'q. Bugun sizlarga xudo xolasa ilg'or universal drabilkalariga yetib kelganmiz. Akalarimizga xudo xolasa bugun yangilik qilishdan to'xtamagan holatda 2 millionlik drabilkamiz ham bor. 2 millionlik drabilkadan ketaveradi. Xudo xolasa 300 ming so'mgacha hammasini ko'rsatib, ko'rsatib beramiz. Nimada farqi bo'ladi, qanaqa farqi bo'ladi? Hammasini aytib o'tamiz aka. Zo'r. Drabilkalarimiz aka 2 million so'mdan boshlanadi. O'tgan safarga arzonlatorsiz-da? O'tgan safarga yo'lda nima skitka qilib yubordingiz ham. Hamma skitka qilyapmiz, qilmaymiz deb. Gap yo'q. 2 milliondan skitka chiqarib bo'ladi deb ko'rsatib beramiz. Ko'rsatib beramiz aka, hozir hammasini. Qaysi biridan boshlab chiqarib beraylik? 2 millionligimizni chiqarib beraylik. Boshlab beraymi aka? Endi 2 million deb haligi arzon materialda narsa ishlatilmagan. Xolos aka, ishonarli, garantiyali apparatlar aka. Bir oy garantiyalari bor bu apparatlar hammasi. Motoriga bir oy garantiya beramiz. Motoriga bir oy. Zo'r. Ovozni qaranglar. Yer yong'oq qo'ya bu. Yer yong'oq qo'ya ketdi. Makka qo'ya bunisi aka. Makka qo'yamiz. Qayerdan ko'ryapsiz aka? Yirik yetkazsa aka bu. Ya bu kichkina deb ja unaqa. Bu setkasi bor uni ustiga. Setkasi bilan bu. Mana setkasi bilan. Eng yirik setkasi bu. Molbob holatida chiqarib berdi. Somon bu yerda yer yong'oq ham bor. Yer yong'oq qo'yadi qaydadir sheyda. Mana orasida bitta ikkita turibdi mana. Yer yong'oq qo'ya tagida qolib ketdi. Tagida qolib ketdi, yer yong'oq qo'ya. Bitta aralashtirasiz, molingizga tayyor ozuqa. Aka ko'pchilik setkasi chiqaryapmiz, setka bilan chiqaryapmiz. Chunki motor aka baquvvat ishonarli motor, unaqa arzon motor qo'yilmaydi bunga. Necha kilovat? 3 kilovat aka, bu toza 3 kilovat chiqadi bu. Toza. O'ziga necha kilovat yozilgan? 4 kilovat yozilgan, lekin 3 ni beradi bemalol. To'g'risini aytishimiz kerak. Keyin bu 100 lik motor aka. Ko'pchilik hozir 90 lik motor ham qo'yishyapti-da. Buni nimasi 100 lik. Qanaqa, nimada farqi bo'ladi? 100 lik 90. Hajmi katta diagonal nimasida-da, katta kichikligida. Nimasida. Buni hozir 4 kilovat bilan deyarli bir xilda. Og'irligi pasti 4 kilovat bilan bir xilda razmeri. Ko'rsating yaqinroqqa bitta motorini. Mana bu motor hozir 3 kilovatligi. Endi mana bu tomonni ko'rsating, mana 4 kilovatligi bilan bir xilda. Deyarli razmeri bir xilda. 3 kilovat chiqadi, 3 kilovat deb olamiz aka. Zo'r. Xuddi shuni aka, endi nimasini bitta bo'ldi. Mayda setkasini qo'ybob setkasida. Qo'ybob setkasida aka. Bu yer yong'oq qo'ya. Ko'pchilik so'raydi, yosh katta odamdan so'raydi o'zi, mis motormi, menmi deb. Mis deb. Hozir endi aka bunda makka chiqarib beramiz aka. To'ki qanaqa bo'lish kerak? Misda alyuminda qanaqa bo'lish kerak? Endi mis motorga 200 bo'lish kerak eng kamida. 190 200 bo'lish kerak. Alyumin motorga 170 volt ham ishlayveradi bemalol. Alyumin motorlar 170 ta ishlaydi bemalol. Baribir mis motor mis deymiz, baquvvat, lekin to'kni ham hisobga olib qo'ysalaring yaxshi bo'ladi. Shunaqa aka. Hozir bitta ishlatib ko'rsatib beramiz, qani. Bismillah.
Hozir Video biz cho'zilib buni ketmas ekan. eng mayda setkasini chiqardingmi? Ha, mayda setkasi aka mana. Mana. Bemalol mollaringizga beraverasiz, xudo xolasa. Mana bitta ikkalari chiqmasa, qolgani Bo'ladi chiqmaydi. aka makka. Xudo xolasa. Yopishyapti. Mana makka ham ho'l. Quruq quppa quruq emas mana. Ko'rib turibsizlar, mana setkasi. Ikkilik setkan bu yo 1,5mi? 1,5 bu. 1,5. 1,5 likda. Maydaga o'xshadi-da. Ha, 1,5 eng maydasida bu. Eng maydasi. Xo'p, keyingimiz xudo xolasa makkani sotasi bilan mana sizlarga chiqarib hozir ko'rsatib beramiz va yorma setkasida. Mana sotasi eng yomon narsasi makkani. Bozoring aka. Mana Aka atalarga bemalol topqay nasibda bo'ladi ekan. holatini ko'rib turibsizlar. Ichida hali qoldi. Ovozi taqir turqilayotganiga yana unaqa maligi drayblikani o'zidan chiqyapti demanglar. O'chirib yubordik biz o'chirib qo'ydik. Vaqtdan yutish maqsadida Vaqtdan yutish kanallarga maqsadida. obzorni qilib beraylik. Hammasini obzorni qilib berish harakatida vaqtni yutish maqsadida qildik. O'sha aytib o'tganimizdek narxi nechi pul buni? Bir xil faqat motorda farqi bor. Motorda farqi. Buni 2,600,000 dastavkasi ichida aka. 2,600 ming dastavkasi yetib borishi bilan. Yetib borishi bilan. Xorazm Qoraqalpog'istongachi. Endi ba'zi joylarga qo'shilib qoladi aka. Ba'zi joylarga shunday yetkazib beramiz. Shahar markazlari bo'lsa shunday yetkazib beraveramiz. Tumanlarga endi nima qilinadigan bo'lsa qo'shilib qolishi mumkin. Mumkin. Mumkin ha. Lekin Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryoga Dastavkasi ichida bo'ladi aka. Ichida bo'ladi. Yo'qlarga bemalol. zo'r. Xo'p, kattalarimiz, bahaybatlarimiz. Bularimiz xudo xolasa pichog'ini bitta ko'rsatmabmiz Nurullo aka. Bu pichog'imiz qaysi biriga qo'yilgan? Mana shu apparatlarga qo'yilgan. Bu tomondagi apparatlarga hammasiga shundan qo'yilgan. Nechta pichoq jami? 24 ta. 24 ta pichog'imiz mana. Og'irligi ham 10 kilodan oshadi. Og'irligi vobshe og'ir ekan buni. Buni motori qiynalmaydimi bu aylantirganda? Yo'q aka, qiynalmaydi. Buni aylanib olgandan keyin umuman motorga nagruska kelmaydi bunga. Narigilarda masalan lis bo'lgancha o't solganingizda nagruska kelishi mumkin unda. Bunda bitta aylangandan keyin og'irlik gini hisobiga ham o'zi aylantirib chiqaraveradi. O'zini o'zi aylantirib oladi. O'zini o'zi aylantirib oladi. Motorga uncha nagruska bo'lmaydi bunda. Boshda aylantirib olgani bo'ladi, keyin u yoqqa ketaveradi. Shunaqa aka. Sholipa holda ham bemalol chiqarib beradi. Sholipa hol bormi bizda? Bor aka, sholipa holdan chiqarib beramizmi? Ha, chiqarib beramiz aka. Vahalik akalarimiz eng ko'p so'raydigan narsa-da Nurullo aka bizdan. Ko'pchilik so'raydi, sholipa hol chiqaradimi dedi. Chiqaradi deb. Ko'pchilik chetda ishlatib ko'rib ham olib ketishyapti sholipa holda. Chiqarishib kecha bitta aka olib kelgan bu sholipa holda o'zi. O'shanda qolgan. Chiqarib ko'rish olib ketishdi. Bitta bo'lmasa, sholipa hol chiqarib beraymi yo makka? Bitta hammasidan chiqarib beravering. Aka. Buni aka qulayligini aytasiz. Yonboshlatib. Sholipa hol. Voy. Shunday sog'lanyapti. Eng mayda setkasida poxolni chiqaryapti. Somon. Eng mayda setkasini chiqarib tashladingiz aka?
Hammasini. Aka hammasidan bor hozir. Bitta makka poya. Poxolni ko'rsating bizga, qani poxol? Mana poxol. Hozir mana. Hozir mana shu ochib. Mana poxol. Nima deyapti? Yoshi Mana yopishib ketgan bir-biriga. Mana. Mashina qilib. Onasini ko'rsatib yuborgan poxolni, mana. Makka poya, yer yong'oq hammasidan bor aka, bemalol. Qo'y boqasizmi, mol boqasizmi deb bekarga aytmadim. Nimaiki bo'ladigan bo'lsa, sizga bizda ilg'or drabilkalarda xudo xolasa yechim bor. Hammasini o'tda mana shu holatga keltirib beradi. Bemalol. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Menga yoqdi, hali ham to'xtagani yo'q. Maxavikli. Endi biz bir xilda maxavikli chiqaramiz, bir xilda maxaviksiz. Endi kichkina motorga maxavikni qo'yib qo'yishgandan keyin negativ ham aytamiz, "O'y, qo'ymanglar" deb tushuntiramiz. Bugun bitta narsa bo'ldi. Necha kilovat buni motori? 4 kilovat chiqadi aka, toza 4 kilovat. O'zi necha kilovat yozilgan? 6,5 yozilgan. Bozordan Shahidondan qayta turdik, bitta aka drabilka sotayotgan ekan. Aka dedik, qanaqa drabilka desak, nomini aytib bo'lmaymiz, reklama bo'lib qoladi. Qanaqa drabilka desak, mana shunaqa. Motor kilovati qancha deyishadi? 6,5 dedi. 6,5 deyishdi. 6,5 kilovat deyishadi. 6,5 kilovatligi qanaqa bo'lar ekan? O'zi asli necha kilovat desam-da, betimga qarashdida 4 kilovat deb shunday deyishdi. Asli to'g'risini aytib To'g'risini yaxshi aka, men bir marta 6,5 deb sotmaganman-da buni. 4 kilovat chiqadi. Ana uni ham masalan 4 kilovat deb sotsam bo'ladi hozir. Bir xil turibdi. Bir xil turibdi aka, yozib ham qo'ygan 4 kilovat. Aka 3 kilovat chiqadi, 3 kilovatga javob beramiz biz. To'g'risini aytgan yaxshi. To'g'risini aytgan yaxshi aka. Zo'r, ajoyib. Shuning uchun biz har doim yaxshilik tarafdorimiz, to'g'risini aytganlaring bilan, to'g'risini aytganimiz yaxshi baribir sizlarga, boshqalarga. Bunimiz narxi nechi pul? Bu 3 million 300 ming so'm. Misliga. Dastlabkasi ichida bo'ladi aka. Yetib boradi uylarga. Yetib boradi aka. Sholipa holda ham hamma narsani aka ho'l quruq tanlamaydi bu. Bitta ichini ochib ko'rsatib bering aka. Mana shunisini. Yo'q, bunisini ochib bunda don solib qo'yganmiz aka. Ya, doni bormi? Bo'ldi. Keling yaqinroq ko'rsatinglar. Mana aka. Bu rezinkalari ham bor ekan tepasida. Rezinkalari bor, chang chiqarmasligi uchun. Mana holati. Drabilkamizda. Bemalol. Setkasi qanday olinadi aka? Setkasi shu, mana shu olinadi, oson. Mana shu yerdan hozir o'tkirib tiqilib qolibdi. O'zimda yer yong'oq qo'ygan narsa, qani? Bitta ko'taraylikchi. Mana. U tomoniga sal tiqilib qoldi. Yo'q, u tomoniga tiqilib qoldi. Yer yong'oq qo'ygan ekan, o'zi kirib qolibdi-da mana yerga orasiga. U oson chiqardi lekin. Mana. Qaramay qolibmiz-da ozgina. Endi chiqdi. Ha, mana. Ishlanayotgan narsani olib chiqyapmiz-ku. Qilov nimasi bor ekan desayotgan. Mana, orasiga kirib qoldi. To'g'risini tan olib. Mana shunday olinadi, xohlasangiz boshqa setkani qo'yib, nima chiqarsangiz chiqaraverasiz. Nechta setka bo'ladi komplegimizda? Komplegimizdagi 4 ta setkasi bor. Mana aka, setkalari ham o'sha qalindan. Hozir mana bu yupqa setka mana shu yaltiroq yupqa setka mana. Ko'ryapsiz. Shunaqa setkani ham chiqarishyapti hozir aka. Bizda unaqa emas. Qilinglar. Ha. Buni puliga hozir 3 ta beradi-da uni. Yo'q, bu qattiq ekan, temir, toza temir. Adashib qolmanglar. Xudo xolasa. Setkan yupqasi ham bor. Bizda mana 2 lik qalinligi 2 sm 2 ligi ham bor. Keyin 1,5 mablag' hozir 1,5 1,8 chiqadi-da. Men asosan aka gapingizni ozgina bo'lib qo'ydim. 1,5 ligini maslahat beraman odamlarga. Nimaga? Molni oshqozoniga kirgandan keyin ko'pincha katta-kattaroq bo'lsa, axlati bilan chiqarib yuboradi-da, don chiqarib. Bunda bemalol hazm qilaveradi. 1,5 ligida bemalol hazm qilaveradi. Men ham 1,5 lik setkam bor, o'shanda chiqaraman mollarimga yemni. O'shaning uchun iloji boricha setkasiga ham e'tibor beringlar deb qolaman. To'g'ri aka. Zo'r. Ajoyib. Keyingimizda nima chiqarib beramiz? Makka chiqarib beramiz aka, o'qilangan makkasini. Oh, yaptı ha. Sharsharaga o'xshab oqib tushyapti don. Bu yorma, ha? Bu yorma holatda aka. Yorma holatidagi. Qaynatib beraman deydiganlar bo'lsa. Ha, atalaga, boshqaga so'raydiganlarga mana yorma holat. Bunda tez chiqaradi aka, yorma holatda ancha chiqaraveradi bu. Soatiga bir
300 kilo 400 kilo chiqarib yuborar ekan. Yo'q, voy. Normal holatda bo'lsa. Makkaga qiynalmaydi-da bunga. Ha. Makkaga endi Mayda setkada sal sekinroq sotasi bilan chiqaradi. qiynalsa kerak lekin. Ha, sotasi bilan ham ozgina qiyinroq bo'ladi. Bunga qaraganda-yu chiqaraveradi ekan. Mahaviy qiynalmaydi Mahaviy uncha-munchaga. qiynalmaydi. Xo'p, bunimiz. Keyingi Bunimiz aka xuddi shu apparatimizda alyumin motorligi. alyumin Pichoqlari bir xil, ishlatilgan materiallari bir xil, prosta motorda farqi bor. Endi materialiga ham bitta e'tibor Materiali bersiz. ekan, Aytmayapsiz-ku. Nurullo aka Materiali qalinligini- qalin deb. Mana qalinligi. Qalinligi ham 6 pichoqlari. mm. Pichoqlari ham aka yaxshi pichoqdan kuydirilgan pichoq. Buni necha Qalin qalinligi pichoqlar. buni? Turbani? 6 dan oshadi, 7ligi ham chiqib qoladi aka orada 6. Standart 6 da aka 6 mm. Bunisiga ham e'tibor beringlar. Qancha qalin bo'lsa, qancha zo'r bo'lsa, Keyin mana plankalari ham qalindan qo'yilgan ekan. Mana shu narsa ham asosiy narsa-da mana shu. qiyshayib ketmaydi uncha. Qiyshayib ketmaydi uncha-munchaga qalindan qo'yilgan. Zo'r. Ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Bu hozir katta setkамizda turibdi. Katta setka, molbob setkada bu. Zo'r. Kurchokli. Kurchokli bu ham. Mana. Ham yonbosh ham tikka holatda ishlaydigan. Xohlasa tikkani o'zida ishlaydiganlari ham bor. Opa, bo'ldi. Xohlasa tikkani o'zidan qilib beriladi. Ha, xohlasa shu, mana bu yonboshlaydigani bo'lmaydi, faqat tikka holatda ishlaydi u. Zo'r. Bu endi yonboshlab ham Buni ishlaydi. nima chiqarib beramiz bunda? Molbob setkamizda Bundan nima chiqarib beradi aka? Molbobda uni chiqarib bering aka. Poxolni chiqarib bering bizga. Bo'ldi aka. Poxol bo'ladigan bo'lsa, Poxolda ham chiqarib beramiz. Bu alyumin motor aka, 4 kilovatlik bu ham. Toza 4 kilovat chiqadi bu. toza 4 kilovat. Buni ovozi boshqa lekin. Poxolni ko'rmadim demayapti, deyapti-ku. Nima bu? Poxolmi? O'ylangani ham yo'q. Alyumin motor to'g'ri turibdi. Bo'ladi aka. Oh. Ana. Kim poxolni so'ray turadi? Kim poxolni chiqaradimi, drabikalaring dey turadi? Mana. Poxolni xohlagan setkangizni chiqarib beramiz. Setkasini olib chiqarganimiz yo'q. Setkasi bor. Setkasi Molbob yirik setkada aka. Shunday quruq chiqarsa ham bo'ladi o'zini, setka qo'ymasdan ham. O'zini quruq chiqarsa ham bo'ladi. Ha, haydaligini ko'rib turibsiz shunda ham. O'zlarini ko'zini oldida chiqarib berdik. Xo'p. Bunimizning narxi nechi pul? 3 million 100 ming so'm. 3 million 100 ming so'm Dastavkasi dastavkasi ichida bo'ladi aka buni. ichida yetib borishi Yetib bilan. borishi bilan. Zo'r, materiallarni ko'rsatdik, hammasini ko'rsatdik. Bunimiz ham xuddi o'shandan, bir xil. Xuddi bir xil aka o'sha bilan. Bir xil, mana shu bilan bir xil. Ko'rsalaring bo'ladi. Bir xil o'sha alyumin motordan bu ham. Zo'r. Og'irligi necha kilo buni? Bittasi aka so'rashdi, og'irligini ham so'rang drabilikani. 70 kilo chiqadi aka. 70 kilo 70 chiqadi aka. Tortib ko'rganmiz-da biz. Voy. Chunki uni kargo orqali ham jo'natadigan joylarimiz bor-da. Ha. Chetga masalan Qirg'izistonga yoki Tojikistonga Yetib boraveradimi hozir Yetib Tojikistondan yoki zakaz Qozog'iston, qilishsa, Qirg'izistondan? u yoqda nimamiz ham bor, o'zimizda nimamiz bor. Dralka sotadigan Aha. joyimiz bor, dillerlar o'zimizda. Dillerlar bor. Bor. Bitta bizga aloqaga chiqsa, ularning raqamini beramiz. Tojikistonda ham, Qirg'izistonda ham bor. Qirg'izistonda yo'q, Tojikistonda bor. Qirg'izistonda endi aka, xudo Xudo xolasa. xohlasa chegaraga yetkazib beramizmi? Chegaragacha yetkazib beraveramiz uni. Kargo orqali jo'natib ham boraveramiz. Ha, kargo orqali jo'natib yuboriladi. Zo'r. Mishal